Assalomu alaykum. Ismim Mohinur Rizaqulova. Mana bugun men Muhammadjonni offline treninglarida qatnashdim. Men Muhammadjon Rahmatullayev kanallariga ulanib qoldim tasodifan. Muhammadjon Rahmatullayevning Niyatning kuchi seminarlariga qatnashib, Effekt 21 kursiga 100% chegirmani yutib oldim. Bundan juda ham xursandman. O'zi mana bu yerga kelgan har bitta ishtirokchi qanaqadir qalbida ixlosi bilan, qanaqadir natijasi bilan kelgan. Rosa shu bolaga ixlosim oshdi. Negadir shu bolani treningini eshitdim keldi. Rosa ko'p treninglar eshitganman, lekin adashmagan ekanman. Rosa zo'r energiya oldim, emotsiya. Juda ham kerakli va zo'r energiyaga boy bo'lgan dars bo'lib o'tdi. Bundan tashqari sovg'alar, o'yinlar, har xil minnatdorman. Men olgan eng zo'r natijam har doim shu aytadigan Allohga oson degan gapida. Bepulida ham, pulligida ham qatnashganman, даже kodlar ham sotib olganman. Zo'r natija beryapti. Ayniqsa 108 texnikasi zo'r ishlayapti menda. Darsdan juda katta anglash oldim. O'zim psixolog bo'lsam ham yana o'zimning bilimlarimni kengaytirib, energiyaga to'yinib, Buxoro sayohatiga borishimda ham xuddi shunaqa bitta bilet bilan ketganman va o'shanda sayohatga borib kelganman. O'shanda juda ham xursand bo'lganman-da. Aynan shu Allohga oson tavakkal qilish, Allohga tavakkal qilib boshlash, qo'rquvlarni yenggan holatda degan gaplari shunaqa natijalar bergan. O'zim kompaniyada ishlayman, Fabrik kompaniyasida. Kompaniya komandamga ham aytganman, ular ham qatnashyapti. Даже bolalarimni ham har bittasini guruhga qo'shib qo'yganman. Ular ham zo'r energiya olishyapti. Shu tashkilot egalariga va Muhammadjonga alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Kelajakda yana ham zafarlar, omadlar tilayman, rivoj tilayman. Har bitta niyatlariga erishishlariga tilakdoshman. Har biringlarga rahmat. Meni hayotimda zo'r o'zgarishlar bo'lyapti, komandam o'syapti. Rahmat Muhammadjon, sog' bo'ling, omadingizni bersin. Yana boshqa zo'r treninglar kutib qolamiz. Rahmat.